boshida ichayotganimda уже qanaqadir og'irlik sezishni boshladim-da. Assalomu alaykum, Zamira opa, yaxshimisiz? Zamira opa, mana shu Global Train kompaniyasini mahsulotlaridan olgan o'zingizning natijalaringizni, fikrlaringizni qisqacha qilib gapirib bersangiz degan maqsaddamiz. Meni oldin oyoqlarim og'rirdi, tizzalarim. Ishib turar edi tizzalarim, yura olmasdim. 3-etajlarga chiqa olmasdim. Mana Xudoga shukr, yaxshiman hozir. Oldin 3-etajga ham chiqa olmasdim haqiqatan. Xuddi birov meni zo'rlab olib chiqib qo'yish kerak edi yoki bir narsani ushlab tortilib chiqishim kerak edi. Hozir juda ham yaxshi, hammasi joyida. Lekin mana shu dorilarning ta'siridan men ancha o'zimga kelib oldim. Shu mahsulotni ukangiz tavsiya qilgan sizga? Ukam tavsiya qilgan, ukam olib kelib bergan. Ukangiz ham ichgan o'zi? Ukam ham ichgan. Hozirgi paytda qizim ham ichadi. Qizim rak kasali bo'lgan o'zi. Alloh shukr bersin. Hozir ancha yaxshi. Allohga shukr. Ximiyadan keyin, har doim ximiyadan keyin mana shu doridan olib beraman. O'shandan sal yengil bo'laman oyi deydi-da. O'sha yengil bo'layotgani uchun men xursand bo'ldim. Foydasini ko'rdingizmi o'zingiz? O'zim ham qizim ham foydasini ko'ryapmiz, Xudoga shukr. Perfecta Vitality bilan 3 ta Smart olib ketdim. Smart ko'proq foyda qilyapti oyi deganiga. Smartdan ko'proq oldim. Suyaklarim qashiyapti oyi degani uchun. Qizingizgami? Qizimga. Hozir yaxshi. Ximiyadan keyin har doim bo'ladi. 8 ta ximiya olgan. Hozir yana boshqatdan boshladi 6 ta ximiyaga. O'sha 6 ta ximiyani birinchisini boshlavdi, yana kecha olib ketganim o'shaning uchun. Qolganlarga ham tavsiya qilardim. Natijasini ko'ryapsiz? Natijasi yaxshi, Allohga shukr.